Nomi ulug' surpasi quruq. Treyderman deb chiqyapti, lekin trade bo'yicha hech qanaqa bir natija yo'q. O'zimni kelajagimni tradingni ko'rganman. Muslim Ali tradingga kirgan paytda taqvo olaman degan fikr bo'lgan. Baribir xohlaysizmi, baribir ota-onam duosiga borib taqalyapti-da, ota-onam duosiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Bankda yechib olganingiz ba'zi bir muammolar ham bo'ldi shu bank bo'yicha menimcha. Asosiy maqsad xalqqa yordamimiz tegish, boshqa maqsad ko'zlanmagan. Ishlar xodimlar muammolar Qarshida juda katta sarosima bo'ldi. Muslim Ali yo'qolib qolgan. Bu haqida nima deysiz? Biza qatori men bilan birga o'sib yurgan bolalar qanaqa qiyinchilikda katta bo'layotganini men juda yaxshi bilaman. Tadbirimiz o'sha minutda o'zida yakunlandi. Savdo markazida ham bir to'st bilan ko'tardingiz. Xudoga shukr qilaman, qamoq bilan tugamadi. Muslim Alining eng katta qilgan slipi qancha? Qarshida bo'lgan vaqtimda 320 ming dollar minus bo'ldi 3 soat ichida. O'ziga ya'ni dasturni trader hech qanaqa bir narsaga emotsiya bildirishi, fikr bildirishi kerak emas deb o'ylayman. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, Muslim Ali Xuddi shunaqa. trader. Endi bir joyga to'xtalib o'tmoqchiman. Muslim Alini ba'zi bir inson doston deb ham chaqiradi. Xuddi shunaqa. Bunga izoh berib o'tsangiz va salomlashib olsangiz sizni kuzatayotgan insonlar bilan. Tak, assalomu alaykum hammaga. O'sha gap 1618 legenda. Men o'zi asl ismim Doston. Meni o'zi shar'iy tomonlama o'zgartirilgan ismim Muslim Ali. Va hozir kunda juda ko'p kontraktlarim, shartnomalarim aynan Doston ismiga qurilgani uchun va hozir kungacha pasportimda ism o'zgarmasdan kelmoqda. Va uyimdagilar Doston deb chaqirishadi. Va xalq meni hozir Muslim Ali orqali tanishgan. Tushunarli, xo'p. Demak, treyderlik sohasida umumiy savollarni berib o'taman, birinchi qisqa va keyin chuqurlashib boramiz. Birinchi navbatda Muslim Ali o'zi hayotda kim? Juda pozitiv inson. Juda pozitiv. Juda pozitiv, ochiq ko'ngil, juda ishonuvchanman. Xo'p, tradingga kirib kelishga nima sabab bo'lgan Muslim Alini? Tradingga kirib kelish o'sha haqiqatan men oldingi intervyularimda ham aytganman, haqiqatan bizda yo'qchilik vaqti bo'lgan. Chunki nimadir qilib bo'lish, ya'ni nima qilib bo'lsa ham pul topish kerak. Ya'ni men internetda, YouTube'larda, boshqa joylarda izlagan vaqtimda faqat trading kelgan xolos xayolimga. YouTube'dan har bitta qayerdan tezroq ko'p pul topsam bo'ladi degan savolimga, ya'ni har bitta sohani ko'rib chiqqanman. YouTube'da blogerlik sohasi, qo'shiqchilik sohasi kelgan, oxirida tradingga to'xtalgan vaqtimda har bitta sohani ichiga burun suqib ko'raverganman. Qani nima bo'ladi, oxiri nima bo'ladi. Keyin o'zimni kelajagimni tradingda ko'rganman. Va shu to'xtalgan nuqtam, ya'ni kelajagimni haqiqatan pul topsa bo'lar ekan degan tushunchaga kelganman. Xo'p, tradingda aynan hozir necha yil tajribaga ega insonsiz? Tak, 2021-yildan boshlab professional o'zimni strategiyamni qurishni boshladim va shuni ustida praktika qilib kelyapman. 2021dan 2025gacha oralig'ida 5 yil proses. Keling, Muslim Alini o'zini oilaviy hayot haqida gaplashadigan bo'lsak. Hozirda qayerda yashaysiz? Hozir Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida istiqomat qilaman. Tushunarli, xo'p. Endi ko'pincha auditoriyangizni kuzatganmiz. Sabab siz misol uchun shaxsiy brendni ham yaxshi rivojlantiryapsiz va muxlislar ham bo'lishi mumkin. Endi ulardan ko'p savol kelgan. Biz apros qo'yganda shunaqa savol keldi. Muslim Ali uylanganmi? Muslim Ali uylangan. Tirsindi ko'p narsa hozir o'tdi. Muslim Ali uylangan, faqat buni xalqqa oshkor qilmaganman. Katta to'y ham qilmaganman. Sabab? Sabab endi pul bor, orzu havasi yo'q. Orzu havasim bor. Faqat menda rashkim juda ham kuchli bo'lganligi sababli ayolimni ommaga olib chiqishni xohlamayman. Rashkim juda ham yomon. Va shu sababli biz to'yimizda yaqin kunlar ichida biz Makka shahrida borib nishonlab keldik. Ya'ni to'y Makka shahrida bo'ldi. Xuddi shunaqa. Yaxshi. Xo'p, mana kenaymizdan endi uydagilari bunga qarshilik qilmadimi? Misol uchun, qanaqasiga sen to'y qilmaysanmi Toshkentda? Bizda sabab ko'p insonlar hozir bilsangiz Muslim aka orzu havasi ortidan qo'yib yashaydi. To'g'ri aytasiz. Hattoki meni ota-onam ham katta to'y qilib, xalq ichiga, el ichiga osh berishni xohlashgan. Hattoki qaynotam ham. Faqat ayolim meni bu holatda to'g'ri tushunadi meni. Ayolim meni to'g'ri tushungani uchun men har bitta to'yimizda ham, nikohimizda ham sharik qilishga qaror qilganman va bu narsani ayolim hurmat qilgani uchun biz shu qarorga kelganmiz.
agar raz shu narsalarni ko'proq xohlasa, men katta to'y qilib berishga ham tayyorman. 40 kecha, 40 kunduzgacha aqlim yetadi. Demak, bu yerda asosiy o'rinda turgani hamiyat, rashk masalasi. Xuddi shunaqa. Yaxshi, xo'p. Muslim Alini asosiy hayotda oladigan motivatsiyasi nima? Shunaqa pozitiv energiyaga boy bo'lib yurish uchun. Xo'p, birinchi очередda avvalambor ertalab o'sha ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtimda bu ota-onamdan duo olmasdan ko'chaga chiqa olmayman. Chunki har bitta ishimni muvaffaqiyat kaliti bu ota-onam duosidan deb bilaman. Ota-onamdan duo olishimni evaziga men qanaqadir xuddi bir katta kuchga ega bo'lib turaman. Zaryadga. Zaryadkaga, energiyaga ega bo'laman. Nimadir ish boshlasam, albatta o'xshashi kerak degan tushuncha bor. Va motivatsiyani mana shu holatdan olaman. Ya'ni kayfiyatim ko'tarilgan, pozitiv, ota-onam duosini evaziga. Boshqa narsa emas. Boshqa narsadan ola olmayman men. Demak, asosiy motivatsiya bu ota-onadan. Ota-onam. Xo'p, ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'taman. Avvalo bizga ham nasib qilsin, yaqinda ota-onangizga 2 xonali uy sovg'a qildingiz. 4 xonali 2 otamga. Shunaqa 4 xonali uy sovg'a qildingiz. Endi yoshlar bor-da mana. Men shaxsan o'zim, masalan, sizni kuzatib turgan bo'lajak treyderlar bor. Ular ham sizga o'xshab muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish kerak? Siz mayli ota-onadan motivatsiya olarkansiz. Ular qayerdan motivatsiya olsin? Sabab har bitta narsani mahsuli motivatsiya orqasidan kelib chiqadi. Harakat orqasidan kelib chiqadi. To'g'ri. To'g'risini aytsam, endi men o'zimdan kelib chiqqan holatda men motivatsiyani ota-onamdan boshqa insonni ko'ra olmayman. Va boshqa insonni misol ham keltirib bera olmayman. Chunki bu insonlar menga haqiqatdan-da yo'q, uyda yeyishga narsamiz yo'q. Men chet elda ishlab yuribman. Onam bechora yuribdilar. Bolamga nima, endi biz endi Turkiyada yashardik. Turkiyada bilsangiz karantinda hech qayerda ishlamayapti. Bolamga nima qilib bo'lsa ham pul jo'natishim kerak degan tushuncha bilan yuribdilar-da. Ya'ni o'sha men oldingi intervyumda aytgandim, bolam senga oxirgi pulimizni jo'natgan dedilar. Og'ir nuqta bu. Onam nima qildilar bilasizmi? Nima qildi? Onam o'zlarini tillatishlarini sug'urib borib lomga topshirganlar va o'shani pulini menga jo'natganlar. Eng og'riqli tomoni onam tillatishlarini olib menga o'sha lomga olib borib eritib o'shani pulini olib menga jo'natishgan. Eng qizig'i faqat onam emas, faqat onam emas, otam ham. Otamni ham tishlarini olishgan. Bu badanda murashkaga o'xshagan narsa bo'ldi. Xo'p, ana siz uchun shuncha harakat qilgan ota-onasini Muslim Ali qachondir xafa qilganmi, u qaysi holatda bo'lgan? Evaziga nima qildi? Sabab har bittamiz farzandmiz, xatoyimiz bo'ladi ota-onani oldida. Yaxshi, zo'r savol bo'ldi. Ota-onamni juda ham ko'p xafa qilganman va bu prosesim asosan yosh vaqtimda bo'lgan, ya'ni pul topmagan vaqtimda. Ya'ni men universitetga kirishga juda ham qiynalganman O'zbekistonda. Men ona tili adabiyot, tarix, ingliz tili repetitorga qatnab yurardim. Faqat o'qishga kira olmasdim. Bali endi yuqori bo'lganligi sababli. Shu sababli o'rtamizda ota-onam va men o'rtamizda ko'p kelishmovchiliklar, konfliktlar kelib chiqardi. Ya'ni men o'qishga kira olmaganligim sababli o'sha vaqtda bilib-bilmay juda ham ko'p qattiq gapirib qo'ygan vaqtlarim bo'lgan va muvaffaqiyatga erishganimdan keyin va mana shu narsalar menga o'tda yuragimga xanjardek botilishni boshlagan va bu narsalarni kelajak hayotimda hech qachon qaytarmaslikka men o'zim so'z berganman va faqat hozirgi asosiy maqsadim ota-onamni xursand qilish. Xo'p, endi xafa bo'lgan tarafini xo'p ko'rdik. Yoshlik, beboshlik. Endi eng xursand qilgan paytingiz qaysi? Eng xursand bo'lgan. Bu ana insonda o'zida ham bo'ladi-yu. To'g'ri, ko'p sovg'alar bergan sabab biz o'zimiz shaxsiy tarmoqlaringizni ham sizni kuzatgan paytimizda ota-ona duosi, seminarlaringiz ham ko'p qatnashganmiz. Ota-ona duosini birinchi o'ringa qo'yasiz, ota-ona birinchi o'ringa. Endi самый лучшийsi bo'ladi ichidan. Eng zo'ri. Eng zo'ri. O'zingiz faxrlangan paytingiz bo'ladi. Men shu ishni qildim-a degan narsa bo'ladi. Shu qaysi paytda bo'lgan? Tak, misol uchun hozir umralarga borib keldik. Uy olib berdim. Mashina oldik. Juda katta ishlar bo'lib ketdi mana shu 2 yil ichida. Lekin meni ko'nglimga o'tirgani oldin ham farqi yo'q, qachonligi. Muvaffaqiyatga erishdingizmi, erishmadingizmi? Eng zo'ri mashqqa qadalgan bo'ladi. Men shuni qila olganman ota-onamga degan narsangiz. Qachon bo'lganligi qiziq emas. Eng zo'ri.
ba'zi bir paytda sharoitingiz bo'lmagan bo'lishi mumkin u paytda, Aha. to'g'ri. Misol uchun hozir cho'ntagingiz bor pul paytda bo'lmagan. Ha. Lekin bitta sovg'a bergansizki, o'sha sovg'ani bera olganingiz o'zingiz xursand bo'lgansiz. Sharoit bor bo'lsa, hozir misol uchun pul bilan sotib olsa bo'ladi. To'g'ri. No, baribir qadri bor sovg'a bor-da inson uchun. Ha. Anaqa moykada ishlab yurgan vaqtimda moykadan topgan pulimga onamga uzuk xalq olib bergan shu menga anaqa bo'lgan. Lekin asosiy meni quvontirgan masala, chunki biz 2006-yildan beri bizning uyimizda mashin bo'lmaganda, men birinchi mashinani olishim, otamga podarka qilishim, mana shu yerda videosini qo'yib bersanglar bo'ladi. Instagram sahifasida bor. Bor, otam kutmagandilar. Otam umuman kutmagandilar. Otam haqiqatdan-da xohlagandilar o'sha narsani. Endi men otamga Matiz olib beraymi? Ota, endi sharoitimdan kelib chiqadi. Bolam, sen o'zing sog' bo'lsang bo'ldi derdilar. O'sha vaqtda X95 ta ko'tarib olib kelganmiz. Prosta bom deb portlagan. Meni qalbimda. Xo'p, Muslim Ali yaqinlarni xursand qilgan paytda ichidan nima o'tadi? Albatta xursandchilik, boshqa narsadan kayf qilmayman. Boshqa narsadan maza qilmayman to'g'rirog'i. Xo'p, endi oilaviy masalalarni ko'rdik. Aha. Bilamizki, sizni ko'plab shogirdlaringiz bor. Aynan Muslim akademiyasida dars beradigan va hozir tahsil olayotgan. Endi shogirdlari ham yaxshisi bor, yomoni bor. Ular haqida gaplashib, bu ham shaxsiyatga kirar. Ko'rganman, samimiyat bilan salom alaykum qilasiz shogirdlaringiz bilan. Endi bor-ku bu narsa. Ko'rgansiz, bu narsa yakka ochamiz. Xo'p, eng yoqtirgan shogirdingiz o'zingizga. Vot mana meni izdoshim deyotgan shogirdingiz bormi hozirda? Bor, juda ko'p. Juda ko'p. Aha, juda ko'p. Ular xato qilgan paytda siz nima yo'l tutasiz? Men har doim o'zini shaxsiy Telegram lichkasiga yozib, mana shu joyda xato qilyapsan deb aytaman. Endi ba'zida balki ularga erish tuyular, balki erish tuyulmas, men bu narsani bilmadim. Men shu holatda ham distansiya ushlashga harakat qilaman. Men oldidan o'taman. Xato qilayotganini. Lekin oxirigacha olib bormayman. Tushunarli. Shu yerda aytamiz do'stlar, Muslim Alining o'zining shogirdlariga misol uchun kichkinagina bir motivatsiya ayting. Shogirdlaringizga mana bemalol qarab kameraga, ular mazza qilsin shogirdlaringizga. Qanaqa motivatsiya bera olasiz? Sabab bilamizki, oila a'zolariga siz motivatsiyani eng zo'ri sizsiz. Endi shogirdlar uchun qanaqadir motivatsiya bo'lishi kerak-ku baribir. Ko'proq meni ko'chirishga harakat qilishsin. Copyright. Xoh hayot tomonlama, xoh trade tomonlama. Chunki men shogirdlarimga ishonaman, xuddi mendek savdo qilishadi. Bozorda xuddi mendek gapirishadi. Bor, qo'l bilan sanoqli, lekin bor shogirdlarim. Iloji boricha meni ko'proq nima ish qilayotganimni o'zlariga andoza qilishsin, ya'ni trade tomonlama yoki hayotiy tomonlama. Baribir xohlaysizmi, baribir ota-onam duosiga borib taqalyapti-da, ota-onam duosiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Borsin, ertalab turg'izsin, ota-onasining duosini olsin. Ertalab ertash turib ota-onasining duosini olsin. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Va keyin ikkinchi masala ish tomonlama o'tsa, agar meni shogirdlarim meni qanaqa trade qilishimni, misol uchun Fibonacci bilan qanaqa ishlavimni, Technics kanali orqali, price action orqali qanaqa ishlavimni, o'shani ko'chirsin, o'rgansin. Va misol men hozir Technics kanali qilmayman-da umuman. Faqat hozir narxdan narxgacha narx o'qiyman. Bolalarimga ham shu narsani o'rgatganman, ya'ni o'quvchilarimga. Ular mana shu narsa ustida ham ko'proq ishlashsin. Chunki kelajakda haqiqatan non topib beradigan strategiya bor-da bizning qo'limizda. Silni оружие bu. O'quvchilarim mana shu narsadan foydalansa, ancha kelajagi porloq deb o'ylayman. Ota-onam duosini evaziga. 5 yil darajasida Muslim Ali trading sohasida nimalarga erishdi? Nimalar topdi? Moddiy qiymatga ega. Moddiy tomonlama? Tak. Qarshi shahridan 2 uchastka, Toshkentdan 4 ta uy, 3 ta mashina, keyin bor yo'q shu. Bor yo'q shu, ha? Bor yo'q shu. Ya'ni kerakli narsalarga asosan men bu uyga fokus qaratdim. Shu Qarshi shahrida ko'chmas mulkka, Qarshi shahrida 2 ta, Toshkent shahrida 4 ta. Keyin mashinam. Xo'p, mashinangiz qanaqa? Taxo. Narxi nechi pul? 85-90 ming dollar. 85-90 ming dollar. Uni olganingizga qancha bo'ldi? Hali ko'p bo'lmadi. Uzoq bo'lsa bir 6 oymi, 7 oycha bo'lib qoldi. Muslim Ali tradingga kirgan paytda taxo olaman degan fikr bo'lgan? Yo'q. Men tracker orzu qilib yurardim.
Tracker. Kelishim oldi men bu. Endi men Kiprda yashab yurganman, aynan brokerlarning asosiy makonida. Anvar akam bo'lardi. Anvar akamga aytib yurardim. Tracker olsammikan yoki Spark olsammikan? Qaysi biri endi u aytardilar, qaysi biri o'zingga udobniy bo'lsa, o'shani ola qol ukam deb aytardilar. Men Allohning izni bilan mashina do'da xo'jasi nasib qildi. Bizga nasib qilsin. Xo'p, endi tradingga kirib kelyapmiz va Muslim Alini Muslim akademiyasi haqida ham gaplashsak. U boshqa dunyo. Bu butunlay boshqa dunyo. Buni yaralish tarixi ham qiziq. Shu haqida gapirib bersak. Yaralish tarixi o'zi qayerda o'zi Muslim akademiyasi faoliyati boshlandi? O'zim bu yoqqa kelishimdan oldin men o'zi Qatarda yashardim. Qatarda trade qilardim. Qatarga yashashimning asosiy maqsad pul aylanma обороткamiz, pul yetishimiz. O'sha tomonlar ancha qulay bo'lgani uchun biz Qatar tanlagan. Endi bilasizlar, juda ko'p treyderlar Dubayda tanlagan. Endi men o'sha vaqtida Qatarda edim. Qatarda men o'zim faoliyatimni yurg'izardim, trade qilardim xalqqa. Men o'sha vaqtda birinchi o'zi xalqqa tanilishim ham o'sha vaqt Qatardagi paytimdan boshlangan. Ya'ni strategiyalar bo'lishni boshladim. Xalqqa tekin signal berishni boshladim. Va shuni evaziga menga nisbatan ancha talab kattalashdi. Aynan Fibonacci'da O'zbekistonda savdo stilini olib kirishga anaqa nima deydi, bir turtki bo'ldi. Xo'p. Aynan Muslim akademiyasi faoliyati qaysi yildan boshlandi? Qatardaligim vaqtim 2022-yilda adashmasam. 2022. 2022-yildan demak. 2022-2023 o'tar arafasi. Chunki men 2023 boshlanish arafasida men O'zbekistonga uchib keldim. Xo'p, endi bu aytib o'tdingiz, tekin signallar berib dedingiz. Endi signal bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, broker killers haqida siz u sizni buyumingizmi, biror foydalanadigan komandangizmi? Nima u broker killers haqida gapirib bersangiz? Broker killers bu komanda. Bu meni o'zimni komandam. Ya'ni savdoda bir-biriga yordam beruvchi jamoa sifatida tashkillashtirilgan komanda hisoblanadi. Afsuski hozirgi kunda ularning soni ozchilikda tashkil qiladi. Bu endi 5 yil davomida saralanib yig'ilib kelgan orasida tanlab olingan o'quvchilarim bilan tuzilgan komanda. Va Broker Killers gruppam anaqa Telegram kanalimga keladigan bo'lsak, bu meni akademiyamni tub ma'nodagi fundament bazasi. Ya'ni men mana shu Broker Killers komandasi orqali, ya'ni signallarim, savdo g'oyalarim, keyin bozorda kirish va chiqish tochka, live trade'larim orqali Muslim akademiyasi yaraldi. Ya'ni biz bu yoqqa kelishimizdan oldin faqat savdo bilan shug'ullanganmiz va bizning savdo stilimizni ko'rib, kuzatib yurgan obunachilarimiz va strategiyalarimizni ko'rishyapti, ishlashyapti, o'rganishyapti va shundan daromad qilishgandan keyin biz Qatarda yashab yurgan vaqtimizda O'zbekiston tomonidan, ya'ni bizga talablar tushishni boshlagan. Aynan o'quv kursi bo'yicha. Shu masala bo'yicha. Biz уже Qatarda bu faoliyatimizni уже pekiga chiqib bo'lgan edik. Ya'ni hech qanaqasiga bir kimdir aytishi mumkin, kursdan so'qqa qiladi. Yo'q. Kurs mana asosiy manbaim emas. Kerak bo'lsa har bitta tranzaksiya shotlarim har bittasini ochib bera olaman. Menda fakt bor. Tushunarli. Xo'p, aynan o'sha pul masalasiga kelib to'xtadik. Sizni Instagramda ham ko'rganmiz. Misol uchun yoki eshitganmiz, o'sha bankdan ko'p treyderlar bilaman, shaxsiy fikrim. Ana menimcha pul topdim dedi, lekin hech qaysi biri mana real kupyura, ya'ni pul sifatida ko'rsatmagan. Falshiviy dollar olib chiqishadi. Shunaqa. Lekin siz bankka kirasiz, bankda yechib olgansiz ba'zi bir muammolar ham bo'ldi shu bank bo'yicha menimcha. To'g'ri. Shular haqida gapirib bersangiz. O'zbekistonda misol uchun 100 ming dollar shunchaki bankka kirib olib chiqib ketish yoki undan kattaroq summani 200 ming dollar ham eshitdi menimcha. Uni olib chiqib ketishda muammolar bo'lmadimi? Bo'ladi, конечно, muammo bo'ladi. Agar jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, kartangizdan chiqadigan оборотkaga taqiqlar bor. Ya'ni xohlaysizmi yo'qmi, 100 ming dollar bu oddiy startviy kartani limitovkasi hisoblanadi. Bu men uchun ancha yaxshi. Chunki oldin, ya'ni bu limitovka bor yo'q 15 ming, 20 ming dollar edi. Ya'ni men o'sha vaqtda tazyiqqa tushgan vaqtimda.
Hozir esa oddiy bitta kartani o'zi ham kamida 100 ming dollargacha pul yechib berishadi. Bunaqa gold kartalar bor, katta kartalar bo'lsa, bemalol, ya'ni 150 ming, 200 minggacha yetsangiz bo'ladi. Aynan Muslima akademiyasi haqida yana bitta fakt bor edi. Aha. Siz tekinga seminarlar qilasiz. Hm. Shaxsiy o'zim ishtirok etganman, 50 kishilik, 100 kishilik, 200 kishilik oxiri. 2 kishilik oxirida bo'ldi. Bundan maqsad nima? Tekin seminardan siz o'zingiz rasxod qilyapsiz, misol uchun. Kimdir keladi, kimdir kelmaydi. Bundan maqsad nima? Lekin bilamanki 100% joylar to'ladi doim. Misol uchun men seminar o'zi nima uchun qilishadi? Men tushuncham bor. Hozir O'zbekiston sharoitida seminar nimaga qilishadi? Ko'p kurs yurmay qolsa qilishadi. Odam to'la olmay qolsa yoki bo'lmasa odam yo'q bo'lsa kurs anaqa seminar qilishadi. Menga nisbatan faqat taklif tushadigan narsa, aka, biz sizni kursingizga o'qishga qurbimiz yetmaydi. Bizga tekin seminar tashkillashtirib bering degan talablarni berishgan vaqtida biz talabga ko'ra seminar qilganmiz. Ya'ni ehtiyojga nisbatan emas. Ya'ni bizga shunaqa talabga tushganki, ya'ni sizni strategiyangiz 1618 da o'rganishda haqiqatan xohlaymiz degan insonlar bo'lganligi uchun biz seminar tashkillashtirganmiz. Bo'lmasa undan asosiy maqsad xalqqa yordamimiz tegish, boshqa maqsad ko'zlanmagan. Demak, tekin master klasslardan sizda hech qanaqa moddiy hamda boshqacha manfaati yo'q. Manfaat shaxsiy manfaati yo'q. Yo'q. Xo'p, endi aynan shu seminarlarni tashkil qilish jarayonidagi masalalar haqida gaplashmoqchiman. Bir payt qarasak, popkorn sotib yurdingiz. Bunga qanaqa qaraysiz? Bu g'oya o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Endi bilsangiz, men bitta seminarga odam olaman desam, qariyb 4 ming, 5 ming ta odam yig'ilib ketyapti. Menga kerakli odam bor yo'g'i 200 kishi. Chunki biz o'zi ish faoliyatimizdan o'zi vaqt tomonlama chegaralanganmiz, keyin hayotiy tomonlama vaqtimiz albatta chegaralangan va shu misol uchun 4 ming 5 ming ta odamga qanaqadir seminar qilib berishimiz o'zi bizani juda ham ko'p energiyamizni, vaqtimizni, moliyaviy tomonlama xarajatimizni talab qiladi va men komandamiz bilan kelishgan holatda davaychi kelaylik, bitta narsa qilaylik, men obrazimni o'zgartiray, xalq qani meni tanirkanmi yoki yo'qmi? Men o'sha bitta hududga borganman, lokatsiya tashaganman. Shu lokatsiya bo'yicha kim birinchilardan bo'lib kelsa, 1618 legenda desa, meni tanib, o'sha popkorn sotib yurgan holatimda o'shalarni tekinga seminarga qabul qilganmiz. Ya'ni просто tak kelsa, anaqa. Bu yerda bo'lgan holat bo'yicha endi tashkiliy xodimlar bor va ichki ishlar xodimlari bo'lgan muammolar. Qarshida juda katta sarosima bo'ldi. Muslimalik yo'qolib qolgan. Bu haqida nima deysiz? Qarshiga bordik, 200 million pul tarqatamiz dedik. Vot o'sha haqida gapirmoqchi. 200 million so'm nima keragi bor? Mana men tushunmayman-da, bu qanaqadir haypmi? Yo'q. Chunki men hech qachon bir haypga qiziqmaganman. Chunki men Qarshi shahridan chiqqanman. Qarshi shahridan oddiy bolaman. Qarshi shahrida men tengqur bolalar qanaqa sharoitda katta bo'layotganini men juda ham yaxshi bilaman. Aynan bu boy insonlarga tegishli emas, aynan biz qatori men bilan birga o'sib yurgan bolalar qanaqa qiyinchilikda katta bo'layotganini men ham juda ham yaxshi bilaman. Yangi yil arafasi edi. Yangi yilga biz komandamiz bilan Muslima akademiyasining oilasi, Broki Killers komandasi yangi yil sovg'asini ulashish uchun biz Qarshi shahriga borganmiz va bizda bitta joyda lokatsiyasini belgilaganmiz va o'sha kelgan odamlarga pul tarqatishdi. Keyin biz akademiyamiz tomonidan ajratib berilgan vaucherlar bor edi. Vaucherlarni ya'ni bittasi 10 million, ikkita 10 millionlik, ikkita 20 millionlik, keyin bitta kattasi bor edi, 130 millionlik vaucherimiz bor edi. Keyin birinchi kelgan 20 ta insonga 500 mingdan pul tarqatib beramiz degan edik. Afsuski bu narsalar amalga oshmadi. Odam soni juda ham ko'payib ketib qoldi. Ommaviy tartibsizlik boshlandi va bu narsa to'g'risida biz ichki ishlar organlarini ogohlantirmaganligimiz sababli tadbirimiz o'sha minutda o'zida yakunlandi. Ya'ni bizani tashkiliy ishlarimizdagi xato kamchilik sababli. Lekin bir tomondan aytaman, Qarshi shahrida rivojlanishga imkon berish kerak bolalarga. Misol uchun o'sha ichki ishlar xodimlari meni taniydi, biladi. Tadbir o'tkazayotganimdan xabari bor edi.
Даже qaysi joyda lokatsiyasigacha ma'lum qilingan edi u insonligi. Misol uchun meni oldimdan o'tib qo'yishsa bo'lardi. Aynan tadbir boshlandi, to'satdan kelishdi-da, meni olib ketishdi. Ne 2 kun yo'qolib qoldingiz? Qamab qo'yishdi. Bekorga 50 million, 60 million jarima to'lab chiqib ketdim. Xo'p. Undan keyingi masala keladigan bo'lsa, Shundan keyin Qarshiga borgim kelmay qoldi. aynan shahrimizning markazidagi, qayerga aytilmaydi, savdo markazida ham bir to'stopolon ko'tardingiz. Bu haqida nima deysiz? Unda ham shu seminar haqida bo'ldi. Seminarga taklifnoma tarqatish bo'ldi. Xuddi shunaqa. Lekin ko'rdim, bir 4 soatmi, 3 soat ushlab o'tirdingiz. Menimcha 3 soat ushlab o'tirildi. Yarim kechasigacha podzemkada odamlar kutib o'tirdi. Sezganmisiz? Bu haqidan gapirib bersangiz, o'zi bu qayerdan chiqqan fikr? Buni oxiri nima bilan tugadi? Ya, Xudoga shukr qilaman, qamoq bilan tugamadi. Biz Toshkent City Mallga lokatsiya tashlaymiz, kelib taklifnomalaringizni olib ketasizlar. 2 ta taklifnoma bor edi. 2 ta taklifnomalaringizni olib ketasizlar deb aytgan edik. To'g'risi bu ham tashkiliy xato, kamchilik hisoblanadi. Endi bu masalada men xalq bilan ko'rishishga o'rganib qolganman-ku. Men insonlar bilan ko'rishib, o'sha yerda o'zidagi emotsiyasini bilish, kelgan ularni nimada qiynalayotgani, savdoda nima kamchilik bo'layotganini eshitish menga mazza-da. Va ularga yechim qilib beraversam, men juda ham xursand bo'laman. Va shu narsaga yana to'xtalib qoldik. Va bizani ichki ishlar organlari yana olib ketib qolishdi. Ya'ni bu narsa xato boshqa umuman qaytarilmaydi. Bu endi puxta o'ylangan reja asosida yana qilinadi. Tushunarli. Xo'p. Sizda tekin seminarlar o'tkazdingiz. Lekin eng muhimiyat borki bu yerda, ya'ni 1618 legenda iborasi portladi. Va 1618 ni siz orqali orqasida ergashadiganlar ko'paydi. Bularni ergashtirishda asosiy prinsip nima bo'ldi? Sabab men o'zim ko'rganman, xonanda, misol uchun, xalqi blogerlar kerak bo'lsa, hozirgi paytda jamoatni bir joyga yig'ish qiyin-da. Aynan bir termin bo'yicha. Lekin siz 1618 termini bo'yicha, legenda bo'yicha yig'a oldingiz. Bunga qanaqa berishdingiz? Avvalo, Alloh xohladi. Alloh xohlagani uchun hamma narsa bo'ldi. Ikkinchi o'rinda ota-onam duosi. Hali beri tradingda, aynan O'zbekistonda savdoni san'at darajasiga olib chiqqan bir trader ko'rganim yo'q. Keyin aynan savdo stilini brend darajasiga olib chiqqan insonni ham ko'rganim yo'q. Va O'zbekistondagi mana shu kamchilikdan foydalanib olishga harakat qildim. Aynan men o'zimni savdo stilimni brend darajasiga olib chiqishga qaror qildim. Ya'ni o'zimni face'imni emas yoki boshqa narsani emas, aynan savdo stilimni. Men savdo qanaqa qilaman, texnikasi qay tartibda olib boriladi, har bittasi ikir-chikirigacha Telegramimda yoritib borildi, live trade qilindi, xalqni ergashtirildi, xalq ham bizga o'xshab foyda ko'rdi. Buni foyda ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketishsin. Doimiy biz bilan har kun live trade'da o'tiradiganlar bo'lsa. Va shu narsaga nisbatan talab ko'payganligi sababli biz xalqni bitta nuqtaga yig'a oldik. Allohning izni bilan. Aynan o'sha savdo stili haqida, umumiy o'quv markazi haqida fikr bildiryapmiz hozir. Aynan o'sha umumiy o'quv markazi haqida fikringiz. Muslim akademiyani ochishdan maqsad o'zi daromad. Siz vaqtingiz pul. Sabab misol uchun tradingda o'zim ham trade qilib turaman. Vaqtlar iminli vaziyatlar bo'ladi. O'sha vaziyatdan foydalanishingiz kerak. Dars o'tayotgan paytingizda sizda shunaqangi pozitsiya bo'lib qolishi mumkinki, yaxshigina daromad olib chiqib ketish mumkin. To'g'ri. U o'quv markazidan 1 yillik tushadigan daromad olib chiqib ketishingiz mumkin. Nimaga o'quv markazi kerak o'zi olib ketadi. Siz o'zingiz dars berasiz shu taraf bo'yicha. Tak, nimaga biz o'zi akademiyani ochganmiz? Agar bizga nisbatan talab hozir bo'lsa, hozir akademiyamizni yopamiz. Lekin bizning asosiy maqsadimiz butunlay boshqa. Biz komanda a'zolarimizni yig'ib kattaroq hedge fond uchun harakat qilamiz. Ya'ni kattaroq balans orqali biz o'zimizning faoliyatimizni olib bormoqchimiz. Ya'ni o'shanga yarasha men o'quvchilarimni saralab olgan bo'lishim shart. Men o'zimga o'xshab xuddi savdo qila oladigan o'quvchilarimni yig'ib olishim kerak. Va bu narsa xohlaysizmi yo'qmi 100 ta yoki 1000 ta odam ichidan bitta yoki ikkita chiqadi. Ya'ni disiplina orqali sizni
kopirovat qilib, ya'ni nusxalab olib, xuddi sizdek savdo qila oladigan inson bo'lishi. Yana ikkinchi tomoni, bizning Muslim akademiyasining boshqa akademiyalardan farqi har bitta o'quvchi bilan individual yondashishligi. Misol uchun boshqa akademiyada trading mohiyati qanaqadir strategiya tushuntirib berilsa, bu yoqda savdo texnikasi tushuntiriladi. Ya'ni bu yerda mana texnikam sotilinadi. Mana texnikam o'rgatilinadi. Aynan 1618 ga ishlash bo'lgan texnika. Misol uchun qisqacha tushuntiraman. Misol boksda har bitta uradigan punch zarbasi yoki bo'lmasa uppercut zarbalari bu boksning asosiy basic terminlari hisoblanadi. Albatta. Lekin Taysonning boks texnikasi esa butunlay boshqacha. Muhammad Alinikini butunlay boshqacha. Farqi bor-a? Ularni boks texnikasi butunlay boshqacha. Bizda ham trading bor. Tradingdagi o'rganayotgan mohiyat boshqacha. Uni savdo stili butunlay boshqacha. Men ana shu savdo stilimni xalqqa targ'ib qilib kelyapman. Tushunarli. Broker Killers Telegram signal kanali bor. Shuni aytib ketaymi? Nimaga 5 yildan beri hammasi har doim tekin? Вот именно shunga to'xtalmoqchiman. O'sha Telegramdagi Broker Killers Telegram signal kanali bor. Va u tekin. Men oddiy kuzatuvchi sifatida aytaman. H1 time frame'da swing trade uchun analiz berildi va 100 punkt yurdi. 100 punkt 1000 pips. Da. U 2-3 kun bo'lib qoldi. Shunga bu tekin. Maqsad nima? Tekin signal berishdan. Chunki men tradingni endi boshlab kelgan vaqtlarimda barib xohlaysizmi, hamma top treyderlarni ko'rib chiqqanman. Telegram kanaliga obuna bo'lganman. Faqat Telegram kanaliga kirsam, Signal kanaliga chorlaydi. Signal kanaliga o'tinglar, Signal kanalda mana bunaqa bo'ladi. Signal kanaliga kirsangiz, qanchadir 200-300 dollar talab qilishadi. Menda esa unaqa mablag' yo'q. Va men o'zim xohlaydigan narsa O'zbekiston treyderlaridan ola olmaganman. Mana shu trading boshlab kirishimda hech qaysi bir treyderdan ola olmaganman. Ya'ni savdo g'oyasi, signal berish, savdo texnikasini o'rgatish, strategiya o'rgatish degan narsa bo'lmagan o'sha vaqt. Hozir endi asta-asta ko'paydi, jonlari sog' bo'lsin, mana shunaqa mujik treyderlar kirib, chiqib, o'zlarining savdo strategiyalarini o'rgatishyapti. Bu zo'r. Ya'ni men ancha gapirardim-da, tradingda kirish va chiqishda ochgan o'rgatmaydi treyderlar derdim-da. Mana shu narsa ta'sir qildi shekilli, hamma o'zini savdo stilini olib chiqishni boshladi. Bu ancha foydali tomonga xalqqa xizmat qildi. Mana shu narsani men boshqa treyderlarda ko'rmadim va qidirdim, topolmaganim uchun va mana shu Broker Killers gruppasini absolyutni tekin qilishga qaror qildim. Ya'ni men o'zim xohlab yurgan narsani xalqqa tekin berishga. Kelajakda qachondir pulli bo'lib qolishi mumkin bo'lanish? Yo'q. Doimiy tekin bo'ladi. Doimiy men beradigan signallar tekin bo'ladi va hozirgacha tekin bo'lib kelyapti. Ya'ni 5 yil davomida hali beri bir so'm pullanmagan bu signal kanal orqali. Men javob bera olaman. Mani signal kanalim. Men signal beryapmiz, savdo g'oya ishlayapmiz. Bu pul to'lagan signal kanallaringizdan ko'ra ancha yuqori koeffitsiyentga ega. Ancha yuqori, protsenti yuqoriroq, sifati yuqoriroq. Sizga savolim shunday bo'ladiki, mana kanallar bilan to'xtalib o'tdik. Razgon temasi haqida gapirsak, mana yilni boshida juda ham katta muhokamalarga sabab bo'ldi va razgon haqida sizning fikringiz, o'zi bor narsami yoki yo'q? Razgon bor narsa. Razgon haqiqatdan da bor. Razgonni haqiqatdan eplay oladigan qiladi. Va bu narsani men to'laligicha men oqlamayman ham, lekin qoralamayman ham. Chunki men o'zim razgon orqali ko'tarilganman. Mana ishlash texnikam o'zi razgonga qurilgan. Lekin misol uchun razgonni qoralashyapti, to'g'rimi? Razgonni qoralashayotgan odamlar unga kerak bo'ladigan alternativ yo'nalishni ham bera olishi kerak. O'rnini bosadigan yo'nalish bera olishi kerak. Endi qarang, ular nima qilishyapti? Razgonni to'laligicha yomonlashyapti, treyderlar nomini mashinlikka yomonga chiqarishyapti va men kutib o'tiribman kerakli bir alternativ, ya'ni uni o'rnini bosa oladigan biror yo'nalish olib chiqib berishlarini. To'xta, men razgon qilma, mana bu yo'nalishda qil degan bir insonni ko'rmadim men. Даже o'sha yomonlab chiqqan insonlarni ham men kutdim o'shalardan. Hech qaysi bir sado chiqmadi. Ya'ni men ular aytayotgan narsa endi azaldan keladi. U akkauntga nisbatan 5%, 10% daromad bu oylik dohod.
Ya'ni misol uchun 5% 10% daromad sizni balansingizga nisbatan. Mening Bu degani 100 dollar bo'lsa, misol uchun sizda 1000 dollar pulingiz bo'lsa deylik, endi baribir 1000 dollar pulingiz bo'lsa, oyiga 50 dollar, 100 dollar daromad degani. Okay. Misol uchun man riskka amal qil deydigan treyderlarni birortasi bir riskka amal qilib ishlaydi deb o'ylamayman. Da, to'g'ri, qachonki bu o'zini balansini 1 milliondan oshiqroq bo'lsa, mana bu aytayotgan gapi 5% 10% oylik daromadiga to'g'ri keladi. Misol uchun 1 millionga nisbatan 5% 10% bu 50 ming, 100 ming dollar degani. Riskka amal qilib kimga targ'ib qilyapti? Xalqqami? Xalqni asosiy depozitini ko'taradigan. Misol uchun xalq qancha depozit qila oladi? 100 dollardan patolog bo'lsa 1000 dollar qila oladi, to'g'rimi? O'rtamiyona xalq. albatta. Misol uchun oylik 5% 10%, 50 dollar, 100 dollar. Xalq ishlay oladimi bunga? Ishlay olmaydi. Xalq xohlaysizmi yo'qmi, razgon qilishga majbur va razgonni targ'ib qiladigan insonlarga ergashishga moyilligi ancha katta bo'lib qoldi shu sababli. Va misol uchun men full marginni to'laligicha qoralayman. Full margin tarlatib сделка boshladi. Misol uchun meni savdo stilim razgon emas. Men razgon orqali ko'tarilganman, lekin bu shunchaki qovus ichidagi razgon. Stabil razgon-da. Razgonni stabillashtirganman, marjani taqsimlaganman, akkaunt taqsimlaganman. Misol uchun meni akkauntim razgon qilinayotgan taqdirda, bitta stop yegan taqdirimda akkauntim silib bo'lib ketib qolmaydi. Bu marjani taqsimlaganim evaziga. Tushuntira olaymanmi? Agar men hozir full margin сделка ochganimda, bitta qimillashni o'zi 1 punkt evaziga akkauntim silib bo'lib ketadi. Bu full margin deyiladi. O'zi sразу margin call keladi, akkauntingiz 0 ga teng bo'ladi. Va bu narsani men absolutni qoralayman. Keyin razgon shot olamiz deb Telegramlarda xabarlar keladi. Albatta, 100 dollardan 1000 dollargacha ko'taramiz. 1000 dollar bo'lsa 10 ming. Ular o'zini natijasini qo'yishadi. 100 dollardan mana 5000 dollar qildik, 10000 dollar qildik, 1000 dollardan mana 50000, 100000 dollar qildik. Albatta, ko'rgan o'zim. Va eng qizig'i yozishadi, tayi adminning lichkasini qo'yib qo'yishadi, razgon shot olamiz. Maqsad bilan yozing. Agar riskingizga tayyor bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing deydi. Men o'ylashim bo'yicha ularning o'zini realniy shoti yo'q. Yo pul tashiysiz ularga. Nafaqat hozir O'zbekiston trader, balki chet eldagi traderlar, ayniqsa afrikaliklar, haqiqatan demoshot topib chiqishadi, xalqdan aldab, xalqdan pul olib olishadi. Unga pul tashagan kuningiz bo'ldi o'sha. Siz sразу akkaunt emas, bu WhatsApp akkaunt deyiladimi, Telegram akkauntingizdan o'zi blokka kirasiz, pulingizga uxlaysiz. Pulingizga uxlaysiz, absolyutni razgon uchun pul berdingizmi, pulingizga uxlaysiz. Buni ikkinchi toifali traderlar ham bu. O'sha ikkinchi toifali traderlar sizni pulingizga trade qilgisi keladi. Sabab o'zini pulini xavf-xatarga qo'ygisi kelmaydi, aynan sizni mamnaq qiladi. Razgon shot olamiz deydi, sizdan masalan 5000 dollar pul oladi, 5000 dollar pulingizni full riskini sizni bo'yningizga qo'yib beradi, 50% daromadni o'zlari bo'lishib olishadi. Agar daromad bo'lsa 50 ga 50, minus bo'lsa 100% sizni bo'yningizda. Ular yutqizmaydi. Ular hech qanaqasiga yutqizmaydi. Va bu narsani men qoralayman. Men bitta narsani aytmoqchiman. Agar o'ziga dostoyni mujik, zo'r realniy trader bo'lsa, akama bu 1000 dollar, 500 ga kelgan 5000 dollar pullar bilan o'ralashib yurmaydi trader. Asabini ham buzib o'tirmaydi. Misol uchun-da, 1000 dollar, 50000 dollar, 60000 dollar qilgan trader sizni men misol uchun 1000 dollar pulingizni silib qo'yib qo'ysa, sizni sassa gapingizni eshitib o'tirishga toqat chidamaydi. Nima keragi bor? Misol uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, o'ziga haqiqatan dostoyni trader bo'lsa, hech qachon investitsiya masalasi bo'yicha yoki bo'lmasa razgon shot masalasi bo'yicha o'ralashmaydi. Aynan 500 ming, kerak bo'lsa 10 ming, 20 ming. Xo'p, shu joyda investorlar va bilamizki prop shotlar bor. Ularga qanaqa qaraysiz? Prop shotlarni ishlatib ko'rmaganman, ishlatishni ham xohlamayman. Pul yechilishiga ham ishonmayman. Balki yechib yurgan insonlar bor. Endi men o'z ko'zim bilan ko'rmaganim uchun bu haqida fikr bildira olmayman. Investorlar masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston investorlar hali tayyor emas.
tradingga pul ajratishga. Yo, tradingga pul ajratishga tayyor. Misol razgonni ko'rishgan-ku ular. Ular ham xuddi meni pulimni xuddi shunaqa razgon qiladi deb o'ylaydi. Ularga esa misol uchun stabillikni 5%, 10% daromadni ilgari sursangiz, "Yo'q, biz ana bu anaqamizga to'g'ri kelmaydi" deydi. Hisob kitobimizga. Misol uchun men sizga $10,000 pul bersam, investitsiya masalasi bo'yicha $10,000 dan 5%, 10% qancha bo'ladi? $500, $1,000 bo'ladi. Undan ko'ra men o'zim trade qilib buncha ko'proq pul topa olaman degan tushuncha uyg'onadi-da ularda. Shuning uchun investorlar oqimi hali tubdan tayyor emas. Misol uchun kichkina balansga foizni kattaroq bersangiz bo'ladi. Misol uchun $100 ni $1,000 qilsangiz bo'ladi. Bu necha foiz degani? 1000% degani? 1000% degani. Katta depozitga bunaqa risk qilib bo'lmaydi. Misol 1000% risk bu juda katta. Misol uchun $1 millionga, $1 million ga 3%, 4%, maksimum borsa 5% oylik doxod bilan olib chiqsa bo'ladi. O'sha ham qiyin. Qolganini men bilmayman, lekin men bu kimdirlar investor olishadi, investorga 8% garant berishyapti-da. Garant 8%. Garant 8%. Misol uchun qarang. $1 million olsa, $1 million 8% qancha bo'ladi? 80 mi? $80,000 mi? 8%. Har oy $80,000 dan pul beradi investorga. Oho. Demak, bu og'irroq masala ekan, bunga alohida to'xtalamiz. Men bu masalaga to'xtalishni xohlamayman. Hisob kitobi ham to'g'ri kelmaydi. Misol uchun 80,000 bo'lsa, 80,000 ni mana 12 oy. 80,000 ni ko'paytirasiz 12 ga. $960,000 pul bo'ladi 1 yilda. 1 ga 1 foyda bo'ladi. Agar bu 13 oy bo'ladigan bo'lsa, pashta $1 million dan oshadi. Tushunarli. Xo'p, 1 ga 1 ishlab beradigan biznes yo'q, 8% bu nerealniy sum. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, stop loss boyaga ana slip masalasiga keladigan bo'lsak, Muslimaning eng katta qilgan slipi qancha? Birdaniga $320,000 dollar bo'lgan. Da, $320,000. Yaqin orada bo'ldi. Uncha anaqa emas. Qarshida bo'lgan vaqtimda $320,000 minus bo'ldi 3 soat ichida. Xo'p. Endi eng katta take profit. Siz garant berishsiz-ku? Ha. Aynan shuni, eng katta take profit. Ya, bu masalada men ayta olmayman, lekin o'zi men biz minusimdan o'zi bilib olishsa bo'ladi. $320,000 bitta kunning o'zida. Ya'ni bir kun ichida $320,000. Xo'p, ana pul yo'qotib qo'yganda qanaqa hissiyat o'tadi ichingizdan? Misol uchun odam $300 pul yo'qotib qo'ysa, shaxsiy o'zi misol uchun. Tushundingizmi meni? Da, men o'sha vaqtda 3 haftami savdoga kirmaganman. Moralniy bunkiga tushib qolganman. Ya'ni juda ham moralniy ezilganman, siqilganman. $320,000 og'izga oson summa, lekin men o'sha vaqtda mazam qochib qolgan. Men bir ikkita treyderlarni ko'ryapman. O'sha aylanish shaklda video qilishadi Telegram gruppalarida. $620,000, $700,000 minus prosatkada o'tiribdi, lekin kulib o'tiribdi. Yani real account deb qo'yadi. Bu g'irt demo bu. Bu g'irt demo. 40,000 men ishonmayman bu narsaga. Xo'p, endi har bir narsani nuqta virgul bo'lganda o'sha narsaga biz to'xtalsak, nuqta virgul. Aynan Muslim Ali katta tanqidlarga olindi. Da. Nuqta qani? Virgul qani aka? Qayerga qo'ydingizlarda? Shular haqida bir gaplashsak. Tak, nuqta virgul. Bu narsaga to'xtaldik va hamma narsani ochiqlab berdik. Telegram kanalingizni ochiqlab bergansiz. Telegram kanalingizga ulanmagan insonlar bor. Ya'ni mana qo'pol qilib aytganda Muslim Alining ustiga toshlar otildi. Aynan qo'shtirnoq ichidagi insonlar tasarrufida. Va bunga javoban Muslim Ali hech qanaqa video решение qilib chiqib kelmadi-da, faqatgina bitta ikkita narsa haqida gapirdi. Va bugun buni oshkora qiladigan bo'lsak, har bir narsani nuqta virgul bo'lganda shu haqida ham bir gaplashsak, bunga hech qanaqangi sizda qarama-qarshi fikr bo'lmadi. Nimaga shunchalik o'zingizni xotirjam his qildingiz? Chunki o'ziga real dasturni trader hech qanaqa bir narsaga emotsiya bildirishi, fikr bildirishi kerak emas deb o'ylayman. Haqiqatan shu narsa xato deb aytishyaptimi? Men kutdim har bitta insonni shu narsani xato deb yetib daskanani isbotlab berishini. Endi bu iPhone'ni o'zini ichida bo'ladigan
Nastroyka. nastroykasidan to'g'irlab qo'yiladigan oddiy bitta termin. Mana bitta klon versiya deyishdi. Men to'g'rirog'i bu narsalarga o'ta qarshiman. Даже qanaqa qilib ishlatishni ham bilmayman. Kelsa har bitta narsasini dokazatsiyasi bor menda. Ko'p ko'ramiz, treyderlarga tosh otilyapti. Juda katta toshlar, xarsang toshlar otilyapti. Bularga fikringiz? Haqiqiy treyder o'zini qanaqa boshqarish kerak bu paytda psixologik? Bilaman, treyderlar hammasi bir-biriga qarshi, bir-biriga tosh otishyapti. Men xohlardimki, ana blogerlar bir-biri bilan juda ham ahil bo'lishadi-ku. Albatta. O'shanaqa ahil bo'lishini xohlardim, lekin men ham juda ko'p treyderlar bilan ahil bo'lishga xohlayman, lekin ular tomonidan qanaqadir to'siq bo'ladi. O'sha narsani sezaman. Shuning uchun men o'zimni zo'ra olaman ulardan. Treyder o'zi aslida qanaqa bo'lishi kerak? Treyder o'zi men o'z tushunishim bo'yicha ijodkor. Misol uchun savdoni san'at darajasiga olib chiqa oladigan bitta inson sifatida ko'raman. U treyderda o'zini dunyosi bo'ladi. Qanaqadir keraksiz narsalar bilan o'ralashib o'tirmaydi. O'zi treyder o'zini nomi bilan treyder, ya'ni bu savdogar. U savdo qiladi. Boshqa narsalarga vaqti bo'lmaydi. To'g'ri. Misol uchun hozir men bilan video tashkillashtiryapsiz, ishoning, meni ochiq сделкаларым bu shunchaki meni vaqtimni olishi mumkin xolos. Men asosiy savdo qilaman. Savdoda o'zini isbotlab bera olishi kerak. Hozir nima bo'lyapti? Internet mediada nomi ulug' surpasi quruq. Treyderman deb chiqyapti, lekin trade bo'yicha hech qanaqa bir natija yo'q. Savdo qila olmaydi hech qaysi bir. Ya'ni borman top mediada yurgan, savdo qilishni bilmaydi. Hamda o'tiribman bitta live trade qilsa, ishoning shogirdlarim o'zi g'ajib qo'yadi-da bularni. Lekin top mediada yurishadi. Ya'ni media taraf, lekin hozir media tarafni ham rivojlantirish kerak-ku. Siz kam chiqish berasiz. Intervyular juda kam kerak bo'lsa. Sabab bunda, xo'p, mayli vaqtingizni oldik biz. Avvalosi vaqt ajratganingiz uchun rahmat, lekin baribir ommaga olib chiqish kerak-ku. Men ko'pincha savdo bilan band bo'lib qolaman. 24/7 aynan menga belgilangan sessiyada bor. Shu sessiyalarda savdo qilib men pulimni olib chiqib ketishim kerak, xolos. Men agar daromadim haqiqatan kursdan bo'lganda edi, sho'g'ri men siz bilan 24/7 suhbat qilib o'tirgan bo'lardim. 24/7 qanaqadir podkastsiz, qanaqadir bir syomkangiz bo'lsa, qanaqadir har kuni videoda ko'rinish berib yurgan bo'lardim. Men treyderman. Shunaqa javob bo'ldi-di. Xo'p, ana endi keyingisiga keladigan bo'lsak, boya o'zingiz aytdingiz, do'stlar masalasi. Siz 1618 o'ziga do'st deb bilasizmi? Конечно. Nimaga aynan o'zi 1618, hamma joyda 1618. Nima, siz ishlash strategiyasi bittami? 1600 faqat Fibonacci bilanmi? Yo'q. Misol uchun hozir kunda men na texnik analiz qilaman, na Fibonacci bilan ishlayman. Nimada ishlaysiz unda? Men shunchaki narx o'qiyman. Misol uchun men tillarda ishlayman. Tillarni narxini o'qiyman xolos. Bu texnik analiz qilishim, price action, Fibonacci'lar, hammasi bular menga ikkinchi va uchinchi tasdiq narsalar. Men asosiy narx o'qiyman. Narx o'qiganimni evaziga keyingi narx bekati qayerda bo'lishini oldinroq aytib berishim ancha osonroq menga. Siz men bu misol uchun signal berasiz-ku, to'g'rimi, tekinga. Siz qo'rqmaysizmi shu joyga bormay qolsa, balki misol uchun stop loss olinsa bu yerda. Keyin misol uchun tekin narsani bitta taraf bor-ku baribir. Yaxshi bo'lsa rahmatlar, yomon bo'lsa na'lat aytiladi. Ya xudoga shukr, ko'z tegmasa, misol oyiga bir 50-60 ga yaqin signal bersam, maksimum bo'lsa bir 5 ta yoki 6 ta, patolog bo'lsa 7 ta stop loss bo'ladi. Qolgan hammasi take profit bilan olib chiqib ketamiz. Stop lossimizni qiymati ham uzoq borsa 20 pips, 30 pips, ya'ni bu 2-3 punkt degan oralig'ida. Ya'ni bizning foydamiz stop lossimizdan ko'ra ancha kattaroq. Yaqinda bir oy ichida 5000 pipsli trade bo'ldi. Ya'ni bir oy, mana shu mart oyida 500 punktdan oshiqroq trade bo'ldi. Xalq ham ancha katta foyda olib chiqib ketishdi. Ya'ni buni men bilan trade qilib yurgan, live trade'imda bor, o'sha Telegram gruppamda bor insonlar tushunishadi, bilishadi. Ana stop loss olgan paytda odamlar sizga negativ bildirib turadimi? Ha, конечно. Endi bu meni tushunmaydigan insonlar, trading yangi kirib kelgan insonlar shunaqa negativ fikr bildirishadi. Nimani evaziga?
misol uchun balanslari juda ham kichkina va signal kelishi bilan full margin сделка ochishadi. Ya'ni marja qiymati Taqsimot. tugagunigacha сделка ochishadi va qarabsizki, bizani stop lossimizgacha hali urmasdan turib ularning akkaunt sliv bo'ladi. Da, stop loss bu hayotimizda biza bilan bog'liq, chambarchas bog'liq bizning hayotimiz tarziga. Xohlaysizmi yo'qmi, stop loss yeysiz. Lekin stop degani bu fojia emas. Misol uchun meni bitta stopim o'zida keyingi 2-3 ta take profitim o'rnini 3-4 barobar, kerak bo'lsa 10 barobarlab qoplab ketadi. Prosta o'sha yerda o'zida inson Ishlash savdo stili bo'lish kerak, bu aytganingizdek san'ati bo'lish kerak. da marjani taqsimlay olish kerak. Keyin bozor hech qachon tugab qolmaydi. Sizda depozitingiz tugab qoladi. Depozitingizda balans turibdimi, insonni qo'li qichishni boshlayveradi-da, shu tezroq hech qanaqa bir texnik analizi yo'q, hech qanaqa bir fakti yo'q, ko'zga ko'ringan joydan сделка ochishni boshlayveradi. Bu katta xato. Va there is a gambling. Ya'ni tushunchasi. Ya'ni bu haqiqatan o'yin qilib olishadi-da. Ya'ni o'yin qilishyapti. Boshqa narsa emas. Tushunarli. Xo'p, boya do'stlar masalasiga kelgandik biz. Agar esingizda bo'lsa, Boya emas, endi yangi savol sifatida ayting. sizga bir savol bor. Mana trade haqida ham gaplashyapmiz siz bilan, umumiy oilaviy hayotlar ham. Insonni do'sti bo'ladi-da. Siz do'stlaringiz bormi? Nimaga? Boshqacha emotsiya bildirdingiz. Do'stlarim bor edi. Aha. Nimaga aynan bor edi? Va bor edi, hozir yo'q. Men bu masalaga to'g'risi to'xtalishni xohlamayman. Yo'q, lekin Juda meni og'riqli nuqtam. Chunki yoshligimizdan katta bo'lib kelgan insoniz, sizni yaqindan biladi. Turmushingiz qanaqa katta bo'lib kelgansiz. Bitta joyda o'sganmiz, katta bo'lganmiz. Va bularni menga jonimga nisbatan suiqasd qilishi bu juda katta narsa men uchun, og'riqli nuqta. Qanaqa suiqasd? Meni bitta davlatga olib borib, jonimga nisbatan suiqasd qilishgan, pul talab qilishgan. Pul do'stlaringiz. Da, ular ham ssenariy ostida bo'lishgan. Ya'ni ular ham jabrlanuvchi ostida, lekin asosiy, misol uchun, elchixona xizmatlari, bu ekspertiza, tashqi Interpol hammasi faktlarigacha keltirib beryapti o'rtoqlarimni qo'li borligiga. To'g'risi men bularni qamatib yuborsam bo'lar edi, qo'limga yetarlicha faktlarim bor. Qamatib yuborsam bo'ladi, lekin men bularning holatini qiyomatda ko'rishni xohlayman. Misol uchun, men haqimda keraksiz yolg'on bo'xton ma'lumotlarni ham tarqatib yurishibdi. Lekin men u narsaga hech qanaqa bir asabim buzgim kelmaydi, chunki menda fakt bor. Men fakt orqali gaplashishni xohlayman. Chunki qo'limda yetarlicha fakt bor ular haqida. Lekin men haligacha jimman. Lekin qiyomatda baribir so'rab olaman. Xo'p, og'riqli bo'lmadimi? O'zingiz yoshligimda ikkita do'stim bor deyapsiz. Ikkalasi ham shu ish qilgan. Birinchi o'zi mana borish, o'zi bitta davlatga boraylik deb yurishgan. Men har doim aytaman, misol uchun u davlatga men o'zi borish menga ne interes, menga qiziq emas. Lekin baribir shu davlatda 3 oydan beri taklif berib kelishardi. Keyin bir kun kelishdi, shu davlatga misol siz bilan bugun gaplashyapman. Kechasi reysga misol uchun siz bilan gaplashdim. Bo'ldi, qaror qildik, kechasi uchib ketyapmiz. Borishimizni o'zi bilan o'sha begona insonlar kutib olishdi. Keyin meni pasportimni yo'qotishdi, o'sha yaqin o'rtog'im. U kashlokim ko'tarib yurardi. Pasportimni yo'qotdi. Keyin ikkinchi o'rtog'im esa bitta kvartiraga olib borib, begona insonlar tomonidan pistolet, pichoqlar bilan kirib kelishdi. Ya'ni $1 million mendan pul undirmoqchi bo'lishdi. Buni hammasini Xudoga solib qo'yganman. Hammasini Xudoga soldim. Qiyomatda javobini ko'rmoqchiman. Qanaqa holat bo'ladi? Men to'g'risi bu savolni bekor ko'tardingiz, lekin men
do'st degan tushunchaga ishonchim yo'qolib bo'ldi. Hozir do'stlaringiz bormi? Hozirgi vaqtda. Bor. Kim? 1618. Yomon bo'ldi, lekin 1618 ga o'tib ketganimiz, lekin ana ularni shu ish qilganini bilganingizda ichingizdan nima o'tdi? To'g'risi men umuman ishonmagandim. Даже Interpol shu narsani tasdiqladi berdi. Elchixona aytibdi, o'rtoqlaring qo'llari bor deb. Keyin ekspertizalar shu narsani ko'rsatdi. Men даже o'sha vaqtda ham o'rtoqlarim tarafini olib keldim. Lekin biroz qattiq gapirganim yo'qligi. Chunki ertaga farzandi bor. Ko'zga tushmadimi? Ko'zga tushadi baribir. Ertaga vijdoni qanaqa qiynaladi endi o'ziga havola. Misol uchun mendan keraklicha so'mni olishdi yoki olisha olmadi. Tarqatadigan yolg'on ma'lumotlari puli yo'q ekan, hech qanaqa bir tradingdan kurs orqali soqa qilar ekan degan keraksiz ma'lumotlarni tarqatib yurishibdi. Menda keraklicha даже kursdan emas, har bittasi menda tradingda qancha daromad qilayotganimgacha faktlarim bor. Kesin luboy bilan aqlim yetadi mana shunaqa ko'rsatib gaplasha olishga. Menda fakt bor. Qatdan pul yechmayman, qancha daromad qilayman. Mayli, meni pulim yo'q ekan yoki boshqa narsa ekan. Lekin orqamdan bunaqa sasinish erkak ishiga xos emas. Misol uchun men sizni manfaatingiz uchun do'st emasman. Men sizni manfaat, ya'ni sizni moddiy boyligingiz uchun men sizga do'st emasman. Men sizga qalb tomonlama yaqinlik his qildimmi, ana o'shanda do'st deb o'zimga yaqin olaman. Hech kimdan men manfaat sifatida tashi foydalanmayman. Tushunarli. Xo'p, tradingga qaytamiz. Bu sabab og'riqli nuqtalarga boshqa davom etamiz. Xo'p. Umumiy boshlang'ich traderlar bor-ku, hozir sizni bizni videomizni ko'rib o'tadi-da. Shu yerda $50, $100 depozit bor. No, lekin oilaviy sharoitda boya aytib o'tganingizdek. Qiyinroq ahvol. Ya'ni umumiy savol shundan iboratki, trader bo'lmoqchi, sharoiti yo'q. Qaysidir aytilmaydi. Qaysidir brokerdan o'sha savdo stilini yaratmoqchi bo'lib, ro'yxatda o'tdi, metadan o'sha registratsiya qildi, bozorda, lekin bilimi yo'q, puli yo'q. Ularga nima maslahat berasiz? Nima qilsa ular o'sha yo'ldan chiqib ketgan? Boshlang'ich traderlarga maslahatim, mediaga aldanib qolmanglar. Sizlarga shunchaki quruq safsata narsalarni ko'rsatib berishadi. Va siz xohlardimki, boshlang'ich traderlarni yoki o'zlari samouchka bo'lishsin, o'zlari o'rganishsin bozor ichida. YouTube'da juda ham ko'p informatsiyalar bor. Rus tilida, ingliz tilida juda ham ko'p informatsiyalar bor. O'shalar orqali o'rganishsin. Bilaman, juda ham ko'p vaqt talab qilinadi. Yoki bo'lmasa, o'zlari savdo stiliga ega yoki bo'lmasa haqiqatan realniy trade qila oladigan traderning qo'liga borib, shogird tushsin yoki bo'lmasa, hatto o'shani savdo stilini o'rganishga harakat qilsin degan maslahatni bergan bo'lardim. Media, motion yoki bo'lmasa pul hech narsaga ishonmaydi. Balki sizga falshivoy dollarlar yoki bo'lmasa arendadagi moshonni olib chiqib ko'rsatib berayotgandir. Aslida trader degani o'zi savdogar, savdo qila oladimi? O'zi qanaqa savdo stiliga ega? Mana shu narsaga qiziqishlarni xohlardim. Va shu, misol uchun men Aziz Xalikovga qiziqqanman. Aziz Xalikov menga quyosh nuridek porlab turganda o'sha vaqtda savdo anaqa trading kirib kelishimga. Men Aziz Xalikovdan savdo stil ola olmaganman. Hech qanaqa narsa o'rgana olmaganman Aziz Xalikovdan. Lekin men shu tradingga kirib kelishimga sababchi bir insonlardan bo'lgani uchun men o'ta hurmatim cheksiz. Men haqimda fikr bildirgan bo'lgan taqdirlarida ham. Tushunarli. Xo'p. Xuddi shunaqa. Endi professional traderlarga maslahat yoki tavsiya. Savdo qilaylik iltimos. Savdo qilsa, boshqa narsa shart emas. Faqat savdo qilsa, xalqqa kerakli narsa bersa. Xo'p, mana siz bilan qariyb 2 soat davomida suhbat qilyapmiz. Bizni kuzatib turganlar sizni xarakteringizni bilamiz. Ko'plar biladi, ya'ni nimadir yangilik qilasiz har doim. Bizni kuzatib turganlar uchun nima yangilik bor? Tak, xudo xolisa biz komandamiz bilan planlashtiryapmiz. Bilaman, bizga Qozog'istondan, Qirg'izistondan juda ham ko'p talablar ko'p.
Qoraqalpog'iston, aynan mana shu 12 ta viloyatimiz bo'yicha hamma Muslim akademiyasiga kelib o'qiy olmaydi yoki ta'lim olisha olmaydi. Men xudo xolisa shunaqa bitta katta yangilik qilmoqchiman. Ya'ni O'zbekiston xalqiga katta bitta seminar, o'tda 2 ta plus 3 ta strategiya 1618 ga qurilgan bozorda bir gapir ishlab beradigan strategiyani ipidan ignasigacha, ya'ni 0 dan 100 gacha ochiqlab bermoqchiman. u qanaqa bo'ladi? Pulli kirish qanaqa? Chipta sotib olish kerakmi? Nima qilish kerak? Buni endi hali komandamiz bilan o'ylab ko'rmadik. Bilaman, juda ko'p kishini qurbi yetmaydi. Misol, bizning akademiyamizda paloncha so'mma to'lab o'qishga. Nimaga bizning akademiyamizda so'mmasi qimmat? Chunki bu yerda sifat bor. Sifat borligi uchun shuncha qimmat qilishadi. Men endi maksimalizmdan minimalizmga olib tushib qo'ymoqchiman. Shu insonlarga 1618 manfaatli, foydali bo'lib kelmoqdami? Biz uni maksimalizm so'mmadan minimalizm so'mmaga olib tushib beramiz. Va butun xalqqa mana shu strategiyamizda kirish va chiqish tochkalari, har bittasi kelib live trade'larigacha, praktikalarigacha qilib beramiz. Eng plus jihati bularga 3 ta katta mentor qo'yib beramiz. Har bittasini savdosiga javobgar bo'ladigan. Ham Telegramda bizning signallarimiz orqali foydalanishadi, ham o'zlari mana bu biz qanaqa strategiyadan foydalansak, har bittasini daskanalni ochiqlab boramiz, ularni o'zini gruppasida. Xudo xolisa shunaqa katta bir yangiligimiz bor O'zbekiston xalqi uchun. Demak, katta masshtabda ishlanadi bu loyiha. Da, juda katta. Muslim aka, so'z oxirida bir chiroyli savolim bor. Siz senga yoki biz senga hayotda o'zini yo'lini topa olmagan insonlarga qanaqa maslahat berasiz yoki motivatsiya? Hozir bilaman, juda ko'p yoshlar vaqtini keraksiz narsalarga sarflashyapti. Ota-onam abadiy yashaydi deb o'ylayapsanmi? Bularning hammasi o'tkinchi. Ota-onaning duosini olishga harakat qil, ularning har bitta quvonchini, har bitta xursandchiligiga sababchi bo'lishing kerak. Hozir, aynan hozir. Ertaga ular olamdan o'tganidan keyin hech narsaga ulgura olmay qolasan. Men xohlardim kerakli narsa ustida bosh qotiringlar. Tezroq pul topinglar, tezroq ota-onalarni xursand qilinglar. Ertaga ular o'tib qolganidan keyin hamma narsa befoyda. Men yugurganing bilan men qabr toshini tillolardan barpo etmaysam, baribir befoyda. Harakatni boshladi do'stim. degan bo'lardim. degan bo'lardingiz. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Avvalambor so'z oxirida sizga bugungi tashrif uchun, samimiy suhbat uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Bugungi suhbatimiz asosiy maqsadi Muslim Alini bilingan va bilinmagan javohirlarni ochib berish, ayrim savollarga yechim topish edi. Bemalol o'zingizni kuzatuvchilaringiz. Endi bir tarafdan siz ham ijodkorsiz, ya'ni savdo san'ati bo'yicha ijodkor. O'zingizni muxlislaringiz bor. Ularga aytadigan oxirgi chiroyli so'zlaringiz bo'lsa va shu bilan bugungi suhbatimizni tugatamiz. Avvalambor rahmat kattakon tashrif uchun, ya'ni taklif uchun, uzr. Kesilsin. Avvalambor rahmat kattakon taklif uchun. To'g'rirog'i yengil bo'ldim, gaplashib, juda ham ko'p aytilmagan gaplarim bor edi, mediaga olib chiqa olmaydigan. Men gaplashib xursand bo'ldim. Obunachilarimga To'kabay. 118 legenda Guaranteed Profit omagunigacha qo'ymaymiz. Xudo xolisa, mana shu obunachilarimiz borligi sababli biz har doim ishlashga majburmiz. Men obunachilarimni juda ham yaxshi ko'raman. Ular sizga shunaqa talchoq podдержка berishadi. Aynan meni obunachilarim menga nisbatan hurmati cheksiz bo'lganligi uchun men har doim signallarimni tekin qilishga va'da beraman. Tushunarli. Kuchim qolmagunigacha. Salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. 118 legenda.
Aziz do'stlar, shuning bilan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi va Muslim akademiyasining rasmiy YouTube sahifasiga obuna bo'ling. Sabab hali trading haqida ko'p gaplashamiz va bahslashamiz.